Qanaqa qilib printerda kompyuterga ulab qog'oz chiqarish mumkin? Videoni oxirigacha ko'rsangiz o'rganib olasiz. Buning uchun printerda USB kabel kerak bo'ladi. Buni bir uchini printerga va ikkinchi uchini kompyuterda USB portiga ulab ishni boshlaymiz. Har bir printerda o'zini drayveri bo'ladi. Hozir biz aynan mana shu printerda drayverini kompyuterga o'rnatib olamiz. Buning uchun istalgan brauzerdan printerda nomini yozamiz. Buni o'zini maxsusan ofisial saytini chiqarib beradi. Kompyuteringizni operatsion sistemasini birinchi tanlab olamiz. Tayyor. Endi drayver ichidan ko'chirib olamiz. Bu yerda nimaga ikkita desalaring, bittasida skanner drayveri bo'ladi, bittasida printerda o'zini drayveri bo'ladi. Bizga ikkalasi ham kerak. Ko'chirib olamiz. Endi ko'chirilgan joyga o'tamiz. Endi buni ishga tushiramiz. Printerda nomi chiqdi. Bitta asosiy qilib belgilash hamda bu avtomatik programma kelganda yangilab turishga ko'rsatilyapti. Bosamiz. Mana shuni ko'rsatdim, mana установка завершена chiqadi oxirgi etapida. Deb bosamiz. Printer endagisi skanerda o'rnatamiz. Ishimiz mana ochsak, driver chiqdi, tayyor nomi bilan. Endi biz buni tekshirib, düzlanib tekshirib olamiz yoki pechat berishimiz mumkin bemalol. Printerimiz ishlashga tayyor. Videoni printer olib kompyuterga ulanmayotgan tanishingizga hoziroq jo'natib hamda bizga obuna bo'lishni unutmang.